Dasturxonga fotiha tortib turib bo'lmaydiganlik, mana sizlarni kelganlaringizga minnatdorchilik bildiraman. Shu tomoniga berasiz. Vaqtinglarga rozi bo'ling. İki ağzım. Samarqanddan salom. Zalga eshitsin qizlarim. Men aytmoqchi bo'lganim, hammanglarni qadaminglarga hasanatlar berman. Eski qo'shiqlardan ham bitta rasmga tushaylik, bitta rasmga tushaylik. O'tirib qo'yganlar, hurmatli o'quvchilar. Gapirmayapsiz. Faqat sizda bor qadamlar. Ular qanday? Bitta o'zim bo'lsa qaysi bir yana qiladi, qaysiga o'tadi o'tlaringiz. Shuning uchun azizlarimiz erkaklar. Raskamdan menga konsertga keladiganlar aytadiki, ziyolilar, aql hushini yig'ishtirib olganlar, har kuni bilan to'ymakda yuradiganlar kelmaydi menikiga. Uyda ibodatini qilib o'tiradigan, o'ziga turib, oydinda bir chiqadiganlar keladi. Sizlarga ishlash oson emas. Hammanglarda aqlinglar, qalbinglar bir joyda. Shuning uchun avvalo Allohga shukr qilaman, sizlarni menga nasib qilgani uchun. Gaplarga narsa. Sizlarni kim bittalarim kasada turib bilib olmagansizlar, aniq bilaman. Sizlarni uydagilar. Qizni oldik. O'g'ildir, kuyovdir, kelindir, erdir, xotindir, bilmadim kimdir qarindosh urug'lardan sinfdoshlarga olib berar ekan uni eshitdim. Avvalo mana shu sizlarga shu oqshom yoqqan bo'lsa, shu olib bergan, bilet olib bergan bolalaringizga, uydagilaringizga Allohdan omad, sihat, salomatlik, sa'yi boyunchalik tilayman. Amin. Erkaklarimiz ko'chaga chiqsa hech qachon qo'li bo'sh qaytmasin ilohim. Ayollarimiz erkaklar bo'lib yursin. Yashadi. Faqat ish bitaslar. Мы тебе будем королевами. Erkaklar ishlasin Xudo xohlasa. Bizlarga duo qilaveramiz erkaklar. Yetar ki sizlar charchamanglar deydi-yu. Mana qo'chinglar. Qolaversa konsertga kelolmagan kasallarimiz bor ekan. Uyda yig'lab qolishdi, bola uchun bo'lmasin ishi. Lekin dardi borlarda hammasiga davo olishga qo'yamiz Xudo xohlasa. Hech qachon